judayam ko'pchilik mendan samotsenka haqida so'raydi. Samotsenka o'zi nima uchun biz uni ko'tarishimiz kerak? Samotsenka o'zi 3 turli bo'ladi. Ya'ni o'z nomi bilan o'zimizga bo'lgan ishonchni oshirish. Ya'ni samotsenka, past samotsenka, o'ta yuqori samotsenka va albatta o'rta sog'lom samotsenka. Ya'ni past samotsenkada sizda g'azab, alam, nafrat, xafagarchilik, aybdorlik, gunohkorlik, vahima, qo'rquvlar va albatta jертвalik holati paydo bo'ladi. Lekin siz agar uni ko'tarmoqchi bo'lib, o'ta ustingizda ishlab borib, uni ko'tarib o'ta yuqori samotsenka ham ishlab borsangiz, bu ham yaxshi emas. Ya'ni bu ego, kibr, manmanlikka olib keladi. O'rtacha sog'lom samotsenka esa judayam tinch, sokin, xotirjam, huzur halovatga ega.